Odam o'zining zotini nimadan qo'rqadiganini bilmaganda hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ayol 25 yaş. Ben bu ömrümde ayollarımı güzel, ayollarımı tatlı, hiçbir narsani ushlatib bakmadım. İşte Dior'ның zar deb atildiği atırı. Sizning ko'zingiz ko'nglimda. To'g'ri, men tug'mayman. Sizdan ko'ramdi. Kechirim so'ramaydigan so'radim, buni so'rab turdim. Kechirim. Birovning ko'ziga tikilib turib so'ralmagan hech qanday kechirim odat inovatsiz. Biroq hech qish yo'q. Ko'zim qarsangiz men baribir ko'rolmayman. Siz dunyoda nimadan eng qo'rqsiz? O'zimning orzu qilgan narsalarga erishamaslikdan qo'rqaman shu. Siz avval yerdagi buni tashlarni qo'lingizga oling. Oldi. Ama bu saat ne lan? Bayatın taşlıqani. To'shyapti. To'g'ri. Ba'zida keraklik narsalarga erish uchun keraksiz narsalardan cho'qim voz kechish kerak. Shunga orzuyingizdagi o'sha narsalarga erish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. Ana shu vaqtda siz erishmoqchi bo'lgan narsalarga tezlik erishasiz. Ben TV Bazar mal setilish programmasining bir oddiy telefon xodimi. Mening kundalik qiladigan xizmatim telefon elish. Lekin mening orzuyim bo'lsa, bir riyosatchi bo'lish. Armonga tushliq darmon yo'q degandek, men faqat televizorga chiqayotgan riyosatchilarga havas qilishdan boshqani qila olmayman. Nim telefonma yağmur fotoğraf yaptınız? Boshqa avtobus. Hozir Bak, vaktan işin uzat uyunuzu yatmam yakın ha. Gel, evet, komandırıp çıkmayla bir haftalık oyun koyuyorlar. Şu semden görüşüp gideydim. Ha yo'qshibdi. Uf, bek charchadim, ishqilib. İşten geldin mi? Çapa çektin ha? Sen japa chekdim. Nadire, bu Ha? öyle yedekten sonra azırak kamak kılıp, azırak kılsak bir nasi. Kayacıp yemsen. Meyli. Şunu olsun yapma. To'xtab turaman, hazırman. Bir narsani bitta yeb olay. Shuni yeb olib, unga qilib beraman. Nadire, eski tüski dersler belki çıklar tuttu, azırak çıkıştı sana odek şuma. Hayır, Rifat, hem şundan narsalarni tashlamayman. Kim oldun balda ya? Mören karağına eşitlip gitip tuğa. Sol mören karağına, sol mörengi. Adrek. Uy, bu qanday ishlab ketdi? Sapmı saxtı ya bu kopdan? Ha, boptu ha. Can ne ilaganda? Ha, bolda taşı etip kaytın beni almam sen. Taşı etip de aldı bunu. Bu meni eng amroq kopdandı. Toşlaş gözüm kıymaydı bu kopdani. Ha, bolda taşı etip kaytın beni Cep almam sen. çoğuştup gitti ya. Dokuz derece mükemmel. Sabitmez sınavlarına. Çıkarımı. Çıkarım.
orzuyunuzdaki aşı narsalarga erishish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. Tövbe. Onu riyosatchining ichiga kiritishi mumkinmi? Lekin Sizga birinchi darajalik mukofot chiqadi. Şu an orzuyunuzdaki aşı narsalarga erishish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. ay, bu mening eng omroq oshqosh yozuvchimdi. Bizning Zubayda Orgifiy maslahatga o'rnatilgan bo'lsa bu maslahat o'zsiz boqami? Orgofiy maslahatini men istimay taqdim etaman. Bugun Orgofiy yechapligini saviyada qildim. Undan turib gapirimni so'rab boqamiz. Orgofiy yechapligini soat qanday qilaylik ba? Bo'ldi albatta. O'quv masofatimiz Jungo baza kirgan yaqin Jungo Madiyasda shu markazda olib boramoqda. O'quv masofatimiz chiqadi. Allah yaxshi. Adildan boshlab aloq bilimni chiqib, odillanmış bu isyariyatish o'tsin. Adilam sizin nasib bo'ldi. Bo'ldi. Onaqdan o'sha Shinjongdan havo kelmadan qartamış. Orgofiy yechapligini haqiqatan xonim qizingizning yuz terisiga massaj qilmoq. Albatta. Bugun başlab bizningki mashhur detektiv og'rib qolibdi ekan, to'g'ri bugun film tortamaydi ekanmiz. Masalasi ağrıp qapti. Filmni adı tatırımsak, onu adım tıp bosma, bugün tatımız satqan. Filmni bugün ham tatımız, onu adım tatımız. Vah, yaxshi fursat keldi. Sumkamda tashlag'idek hech nima yo'q-ku. Tug'ilgan kuningizga muborak. Nadira. Ha? Oy, nimda hijil qilsa meni. Büyük programımız görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Büyük mahsulatımızı konuşturuştan burun, ağa yanından gelgen mahsulat yetekçisi Nadira Yalqon'u konuşturup etaylik. Ekran qilsa yaxshi sizlarning maqsad yetakchisi Nadira Yalqon. Unda qilsa Nadira, bugungi mahsulatimizni bir konuşturup etasiz. Bo'ldi. Şu an orzuyunuzdaki aşı narsalarga erishish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. Ana shu vaqtda siz erishmoqchi bo'lgan narsalarga sizlar erishasiz. Nadira Karam，从公司qatnashgan programını ko'rdim，表现得非常非常不错。谢谢。上级领导嘛也给了非常高度的评价。真的吗？是这样的。所以经领导研究决定嘛，准备将你现在产品专员一职直接提升到主持人。你说的真的吗？太好了，谢谢领导，谢谢领导，谢谢。不客气。但是是这样的，上报的名单呢有3、4个人，不只是你一个人，所以剩下的就要靠你自己的努力，好的，我会努力的。明白吗？明白了。还有一件事，这是我们内部研究决定的，不能对外宣扬，明白吗？好的，知道了，领导，谢谢。 Nasashim kerak. Cho'qim riyosatlikni qo'lga keltirmasam bo'lmaydi. Nima tashlasam bo'lar? Tashlaydigan hech nima qolmabdi. Nima tashlasam bo'lar? Rifat, hamma riyosatni qilaman Voy, oldin. buda tutdirar. Voy jan. Ya men naqsh aytaman dem. Ya men naqsh aytaman dem. Ya bu o'z musiqa chalanmaydi. Udarni to'g'ri qilaman. Udarni joy-joy keltiramaydi. Menni ko'rdi. Ya men qancha vaqt bo'ldi naqsh aytayotqilyapman. O'ylasam
qarab baqa ish qilib araqtirmabga chiqay. Sapara. Suba. Haydi ishim qolmoqda. Xo'p. Nima? Rifat. Ayrılıp gidelim. Ayrılıp gidelim. TV rəsmin ən yeni məhsulatı bolğan Orgolfi ipək talalıq ağsınlıq yüz çaplığa vakalatçı boğuz bala 155 0991 0991 telefon qilish arqali vakalatçı bolsanglar buludu. Muş numarını ünidarınlar kirgizilib, məhsulatımız haqida məsləhət sorsanglar buludu. Bugün proqramımız nişada axırlaşdı. Kelək san görüşəylik, xeyr xoş. Hikmat buldum afeli. Aşık oturdum markasını diye yaraltı an fayda çıktı. Anadolu kokuşturan sen. Maqul rahmat. Ertesi programı saat 6'da söyletkalımız. Şu an açıdan tayarlık koysunuz. Çoxum yaxşı tayarlıq qılma. He makul. Puldan saat görüşəylik. Ne yersin? Vay. Oh. Vay da axır riyasetçi buldum ben hoş buldum sandım. Ben mektepte desem sen hoş çok müştaq riyasetçi bulma. Hoş buldum va. Qara uyana çoğunluğunu pek yok dedim. Eğer benim işte çoğu oyun boğamısı pek yaxşı buladı. Kelens bu turayda özüm yalnız buna çoğ oynaşıp durup. Benim pek toğumbalı gün çoğum yatakçılar bilen duruşum gerek ya. Oğul şu endi. Hada. Eğer apamdan adamlar boğan bolsa, seni riyasetçi boğananı bilgen bolsa çoğum hoş buladı. Ha rasmini qachon idorankilar bilan cho'ponlar rasm taqlab birsan? Hada? 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 Qachon idorankilar bilan cho'ponlar rasm taqlab birsa dotma. Kichikligan qachon degan bo'ldiqlar nerede? Hada deb qo'ray. Nadira qilamayotsa shu. Necha programmasini ko'rdim. Naslatniki sitish nuqsi ifodalayapti. Yaxshiroq bir tarbiya qilamdik ya. Necha qildim tarbiya qildim. Tarbiya qilsam 2 programma chiqib men ishim ketgandek sat qarab yurdim. Qayta jig'ini bir muzokara qilaylik. Qattiq muzokara. Uydan aslab bək çıxlab ketibdi. Bək çıxlab ketibdi. Taş içim kerak. 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 Taş içim gerek. Taş içim gerek. Programımız vaqt münasibətlər müşahada axırlaşdı. Diqqətinizə kelək, sən proqramımızdakı sarxıl məzmunları bolsun.
Vay vay. Pek şükür olsun. Aman. Görüşürüz. Pek şükür olsun. Çok karanlık. Kileksan programına layık. Kileksan programımızga shikaylat qilib kelamiz bu. Shikaylat qilib kelamiz. Taş için gerek. Taş için gerek. Taş için gerek. Hada, sana zan ne bo'ldi? Boyam idoram bilan telefon qilib film olg'ichi, shundan ketibsa. Anlab bekli qo'rqib ketdim. Sana zan ne bo'ldi? Uyga kirsam, uyning ichi qop-qora. Qani uyga narsalar. Bir ish bo'ldimi? Hada, gap qilar. Hada. Tash uchim kerak. Hada, undoq qilma. Hada, nima ish qilyapsan? Hada nima ish qilyapsan? Tash uchim kerak. Hada, sen zot nima bo'ldi? Nima ish qilyapsan? Tash uchim kerak. Undoq qilma. Tash uchim kerak. To'xta, undoq qilma. Bu uyimizning eng oxirgi bir parcha rasmiy buni tashlasa qat'iy bo'lmaydi. Tashlasa bo'lmaydi. Undoq qilma. Undoq qilma dedim sana. Men oilamga kerak emas. Nadira tayyorlik bitdimi? Ha, boshqa yaxshi mod bitayda qoldi. Vaqtim programmada o'zgarish olib qoldi. Nima o'zgarish? Bosh riyosatchilik qiz chiqadigan bo'lganini tushundingizmi? Vop, Zubaydaning programmasiga chiqamdi. Zubayda-chu. Zubayda degan kelayotganda bir mashina voqeasiga uchrab qolgan, hozir doktorxonada. Ha. Shunga vaqtimga programma bak muhim, shunga yaxshi tirishib, yaxshi tayyorlik qilamizda. Ma'qul boshliq. Ha, ma'qulmi tayyorlan qilaveramsa. Çok yaxshi. Cho'qim chiroq chiqishim kerak a. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rishni qarshi olamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimizni ko'rishni qarshi olamiz. Bugun 27 fevral seshanba. Fevralda hozir boshqa emas, men programmamizni ko'rish nisbati yuqori ko'tarilsa bo'ldi. Boshqa narsadan qarim yo'q mening. O'qiyveray, aytib xabarga ham shuni o'rlashtirib qo'ysam ham shu o'qiydi. Qandaq yuraksizligi bir yolg'on xabar ekran ochiq qildi. Kim bergan huquqi? Menga yuqorida telefon keldi. Sizni qattiq bir taraf qildi. Siz hozir ishingizni tashlab, uyga borib aram biling. Boshliq, u mening programmam tursa, mendan boshqa kim chiqdi uningga? Sizga o'xshash naytsiz nom chiqqan riyosatchilar. Biz naytni chiq. Bizga lozimi samimiylik bilan ko'rishdi. Bo'ldi, chiqing. Qo'l ofitab qilma. Ko'rish nisbatini yuqori ko'tarish uchun bir narsa tashishim kerak. Cho'qim tashishim kerak. Lekin nima tashisam bo'lar? Topdim. Tashlaydigan narsani topdim.
kishilarga lavzining muni durdonini so'qilman. O'zgini tushungan, o'zgini bilgan aqlliqdir. O'zini bilgan donodir. Qanoat qilishni bilgan bayashatdir.